Sizlar bilan kichkinagina raspakovka qilamiz. Har doimgidek bular o'zimning narsalarim. Bilasizlar, men har doim shunaqa kley ishlataman qizlarjonlar, mana shunaqa. Bu korobkasi bilan sotadi. Buni kichkinasi ham bor. Qaranglar buni. Eng zo'r kley shu qizlar, shuni ishlatsanglar maslahat beraman. Kimsa narsa oldim. Qizlarjonlar brendimga moslab oq rangda, brendim ham oq-ku, shuning uchun oq rangda oldim. Har xil shunaqa abadonkalar oldim. Qanaqa qizlar har xil основаlar toshlar, simlar, bitta har xil abadonkalar bor qizlar. Har xil abadonkalar. Shunaqa toshlar oldim. Qizlar toshlar hozir skidkada. Bemalol menda xarid qilsanglar bo'ladi. 18 mingdan 15 mingdan sotilgan toshlar hozir sizlarga skidka narxda 13 mingdan qilib beraman. Mana bular ham skidkada qizlar. 20 mingdan sotilyapti, 18 mingdan, 15 mingdan qilib beraman ochinglar. Mana shunaqa toshlar oldim. Shunaqa qilgansan. Mana shunaqa narsalar oldim qizlar. Mana shuni oldim. Va kimga kerak bo'lsa furnituralar, jajama yasash uchun bemalol mendan xarid qilsanglar bo'ladi qizlar.